pulga sotildi jang deyotgan muxlislar qayerdan oldinglar bu gapni? Sizlar men maslahat beraman, sal MMA'ni o'rganib, jangni qaytadan ko'rib chiqinglar. MMA'da tushunmasdan jang sotildi, pul bo'lib ketdi, adin ekspert bo'lib ketdi. Birinchidan UFC'da bookmakerga aloqador bo'ladigan bo'lsa, jangni natijasi, qanaqadir holatlar sal shubhali tuyulsa, juda qattiq jazo bor. UFC'da ayniqsa bu narsani juda ham qattiq olishgan. Hamma sudya ham yoki jangchilar riskovat qilmaydi bu narsa uchun. Tim bo'la Hamzat Chimayev hozir millioner jangchi. UFC chempioni pulga muhtoj bo'lmaydi. Tim bo'la Hamzatga o'xshayotganlar. Qanday sizlar tasavvur qilasizlar u pulga qanaqadir jangni sotishini? Sudyalar reputatsiyasi bilan riskovat qilib, qamoq jazosi bilan riskovat qilib, o'zi olayotgan oyligi yaxshi oylik oladi UFC'ning sudyalari. Shunga ham shunaqa qiladi deb o'ylaysizlarmi? Sizlar bir jangni ko'ringlar. Hamzat haqiqatdan meni fikrim bo'yicha to'g'ri kichkina farq bilan lekin yutqazdi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ko'p zarbalar o'tkazib yubordi. Takedown yiqitgani bilan birinchi raund faol ishadi. Qolgan raundni yiqityapti, turib ketyapti. Yiqitgani bir bal hisoblanadi. Bo'ldi, birinchi raundni oldi, bo'ldi. Qolganiga masalan bir raund pochta tagida yotdi. Sizlar bir to'g'ri hisoblashni o'rganinglar-da. Hech qanaqa pul o'ynalgani yo'q. UFC'da unaqa narsa yo'q. U Amerikada bunaqa narsalar bo'lmaydi. Tim bo'la mana bunday haypoviy darajada. Sal bir o'ylab ko'ringlar. Har narsani o'zbekka sal ana balet qilgan odami yo kamanda sal o'yna olmasa yo sal yutqizib qo'ysa, sal bundoq o'ynab qo'ysa bo'l, jang sotilgan. Jang sotilgani yo'q. Haqqoniy bo'ldi hamma narsa. Agar janglar sotilganida hal bo'lib ketganida to'g'ri qanaqadir bir miqdorda bo'lishi mumkin, bir milliarddan bitta holatida bo'lishi mumkin. Atak UFC bo'lolmagan bo'lardi.